بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Azizlar, biz o'tgan safargi suhbatimizda Alloh taoloni Ar-Rahman ismi haqida ko'proq gaplashdik va aytdikki, Allohni Ar-Rahman ismi butun xaloyiqqa nisbatan, yaxshi-yu yomon, inson-u jin, hayvonot, hasharot, qushlar hammaga nisbatan, butun olamlarga nisbatan Alloh taoloning rahmati sochilganligi haqida zikr qildik. Va shu bilan birga Allohning Ar-Rahim ismi bor. U faqatgina mo'minlarga nisbatan dedik. Mo'minlarga nisbatan rahmli ekanligi. Va aytdikki, Allohning Ar-Rahman ismi bilan unga ibodat qilishlik biz ham xaloyiqqa nisbatan rahmli bo'lishimiz. Ya'ni bu umumiy rahmatki, odamlarga yaxshilik qilasiz, ularga ham to'g'ri yo'lni ko'rsatasiz, da'vat qilasiz, qo'lingizdan kelgan yaxshiliklarni qilasiz. Ya'ni ularni qalbini dinga, xulqingiz bilan oshno qilasiz. Lekin Alloh taoloning Ar-Rahim ismi bilan muomala qilish bu xos mo'minlarga, mo'min birodarlarga. Ya'ni biz o'zimizni o'sha mo'min, mu'mina, muslim, muslima birodarlarimizga xos bo'lgan rahm bilan muomala qilishimiz. Bu rahmga nima dalil bo'ladi? Birinchidan, Alloh taolo kitobida xabar berdiki, u mo'minlarga rahmli ekanligi. Va kana bil mu'minina rahima dedi. Ya'ni mo'minlarga Alloh rahmli dedi. Va payg'ambari Nabiy sallallohu alayhi vasallam mo'minlarga rahmli ekanligini xabar berdi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Dar haqiqat sizlarga o'zingizlardan bo'lgan payg'ambar keldi. Sizlarni qiynalishinglar unga og'ir botadi. Sizlarni hidoyatinglarga haris. Sizlarga manfaatli bo'lgan, foydali bo'lgan narsani sizlarga xohlaydi, shu narsaga haris. Mo'minlarga rahm shafqatli deyapti. Mo'minlarga rahm shafqatli. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nihoyatda go'zal rahm shafqat ko'rsatgan mo'minlarga. Hattoki shu darajada ko'rsatganidan har bitta sahobiy o'ylardiki, Rasulullohni eng yaxshi ko'rgani men bo'lsam kerak deb o'ylardi. Shu darajada. Uchinchidan, Alloh taolo mo'min bandalarini bir-biriga rahmli ekanligini xabar berdi. Muhammadur Rasululloh vallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u baynahum. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli. U bilan birga bo'lgan kishilar kofirlarga shiddatli, lekin o'zaro o'ta rahmli. Biz mana shu oyatlardan kim bilan qanaqa muomala qilish kerakligini o'rganamiz. Kofirlarga shiddatli, ya'ni din dushmanlaridan bo'lgan kofirlar. Mana bularga nisbatan shiddat ko'rsatiladi. Lekin umumda dinga dushmanligi bo'lmagan kofirlar bilan chiroyli muomala qilinadi, chunki ularning qalblarini dinga oshno qilish kerak xulq bilan, to'g'rimi? Lekin din dushmani bo'lsa, dinga qarshi kurashayotgan bo'lsa, Alloh va rasuliga qarshi bo'lsa, ular bilan shiddatli. Va mo'minlar bilan o'ta rahmli. Nimaga? Chunki Alloh ular bilan rahmli, chunki payg'ambari sallallohu alayhi vasallam ularga nisbatan rahmli bo'ldi va Alloh o'zini mo'min bandalarini Qur'onda ular o'zaro o'ta rahmli dedi. Bu rahmatning ko'rinishi nimalarda o'z aksini topadi? Birinchi o'rinda bilishimiz kerak bo'lgan narsa, musulmonni joni harom. Uni joniga tajovuz qilmaydi. Uni qo'rqitib, do'q-po'psalar qilib, urib, so'kib urishmaydi. Chunki u musulmon birodari. Shuning uchun birodarlari bilan yumshoq muomala qiladi. Hattoki Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, musulmon musulmonni ko'rganda tabassum qiladi va bu tabassum unga sadaqa bo'ladi. Va musulmon musulmonga kechirimli bo'ladi. Alloh taolo aytadi-ku, kechirimli bo'linglar. Alloh sizlarni kechirishini xohlamaysizlarmi deydi. Musulmon musulmonning aybini bekituvchi bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar-ku, kim birodarini aybini satr qilsa, Alloh uni ayblarini satr qiladi. Va bir mushkilaga tushib qolsa, qiyinchilikka tushib qolsa, kim ana shu bir qiyinchilikka, bir mushkilani birodaridan ko'tarishga yordam bersa, Alloh undan shunaqa bir g'am tashvishni, qiyinchilikni ko'taradi. Kim bir birodarini ko'nglini ko'tarsa, Alloh uni ko'nglini ko'taradi va mo'min mo'minning haqqiga duo qiladi. G'oyibona duo qilishi.
masalan xosatan kechalari birodarini haqqiga duo qilib, Allohim o'zing hidoyat qilgin uni qalbini. Allohim o'zing to'g'ri yo'lga yo'naltirgin, gunohlarini mag'firat qilgin, o'zing rahm qilgin birodarimga. Moddiy jihatdan qiynalib qolgan bo'lsa, Alloh taolo o'zing rizqini keng qilgin birodarimni deb birodari haqqiga duo qilishlik. Na ilmi bilan yordam berolmayapti, na moli bilan yordam berolmayapti. Hech bo'lmasa ko'nglini ko'tarish kerakda borib, demak. Qarang, ko'nglini ko'tarish, tabassum qilib, oldiga borib, ozgina suhbat qilib, dardlashib, ko'nglini ko'tarib kelish. Xo'r, inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi deb. Yoki bo'lmasa orqasidan haqqiga duo qilish ekan. Alloh taoloni mana shu Ar-Rahim ismi bilan unga ibodat qiladigan bo'lsak va xossatan uni mo'min bandalariga nisbatan rahmat ko'rsatadigan bo'lsak, Alloh bizga ham xos bo'lgan rahmatini ko'rsatar ekan. Musulmon bilan musulmonning muomalasi rahm yo'lida tursin, odamgarchilikdan ham chiqib ketib qoldi bugungi kunda. Afsuski, bir-biriga yo'l bermaslik, bir-biri bilan qo'pol qo'rs muomala qilishlik, besabrlik, g'azab qilishlik bir-biriga. Biz o'zimizni musulmonmiz deydigan bo'lsak, demak musulmonni musulmonga muomalasi bunaqa bo'lmas ekan. Bu muomala o'zi hali aytganimizdek shiddat ko'rsatishlik, qo'pollik g'ayridinlarga nisbatan. Bo'lib ham din dushmani bo'lganlar g'ayridinlarga nisbatan. Musulmon o'zini birodarini kasal bo'lsa ziyorat qiladi. Musulmon o'zini birodari bir mushkulaga tushib qolsa, shu mushkulasini yechish uchun birga yuradi. Musulmon och bo'lsa, uni taomlantiradi. Musulmon birodari bir maslahat kerak bo'lsa, unga maslahat beradi. Agar iymonida zaiflik bo'layotgan bo'lsa, unga va'z qiladi, da'vat qiladi. Agar jaholat unda ustun bo'lsa, unga ilm ulashadi. Ya'ni birodarlar aka-ukalar bo'lar, ya'ni. Dinda aka-ukalar deyildi. Mo'min birodarlarimizga nisbatan qalbimizda ham bir g'illag'ashlik bo'lmasligi kerak ekan. Robbana g'fir lana va li ikhwanina allazina sabaquna bil iman va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu robbana innaka raufur rahim. Biz o'zimizga istig'for aytib, avvalgi o'tgan mo'min birodarlarimiz o'zib ketganlar dinda, o'shalarning haqqiga istig'for aytdik. Keyin aytyapmizki, bizni qalbimizda mo'minlarga nisbatan g'illag'ashlik qilib qo'ymagin. Sahobalarning hayotida ajib bir narsani kuzatasiz. Ular qalbida birodariga nisbatan bir g'illag'ashlikdan cho'chigan. Hattoki bir sahobiy haqida Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, falonchi jannat ahlidan dedilar. Keyin boshqa sahobiy qiziqib uyga boradi. Nima amali bor ekan bu jannatga qilgan? 3 kun birga turadi haligi odam bilan. Hech narsa ko'rmadim deydi. Na bir qiyomul layli bor, na bir roza tutadi ortiqcha. Bir qo'shimcha ibodatlari yo'q ekan deydi. Keyin oxiri sabr chidamasdan, nima amaling bor sani deydi. Rasululloh san haqingda shunaqa dedi desa, haligi odam o'zi ham hayron bo'lib qoladi-da. Hech narsa amalim yo'q, shu faqat amalim deydi. Keyin chiqib ketayotganda to'xta deydi. Bitta narsa bor deydi. Nima desa, kechasi uxlayotganimda, yotganimda qalbimda birodarlarimga nisbatan hech qanday bir g'illag'ashligim yo'q deymanda, hammani kechirib uxlayman deydi. Ya'ni shu kuni kim uni xafa qilgan bo'lsa, ko'ngli kimdandir sal og'rib qolgan bo'lsa, hammasini kechirib deydi, uxlayman deydi. Shu ekan deydi keyin. Shu ekan deydi. Ya'ni qarang, bu insonlarga nisbatan, xossatan musulmon birodarlarga nisbatan bo'lgan rahmatni natijasi jannat ekan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shu odamni jannat etdi. Birodarlariga rahm qilishni eng go'zal suratda ko'rsatgan kishilar bu sahobiylar. Masalan qarang, Abu Bakr radhiyallohu anhu Bilolni qiynalib azoblanayotgan paytida, ya'ni uni hojasi, Bilol qul bo'lgan. Hojasi issiq jaziramada qaynab turgan qumga yotqizib, ustidan yana qaynoq tosh qo'yib qo'ygan. Azoblanib ahad deb yotganida Abu Bakr keldi, sotib oldi haligini. Qimmat katta pulga sotib oldi. Chunki nima, birodari edi. Birodari qiynalayotganiga qarab tura olmadi. Sotib oldi, keyin ozod qildi. Qarang qanday bo'lgan bu sahobiylar. Hatto mana hijrat qilishganda muhojirlar, ansorlar misli ko'rilmagan mehr, shafqat ko'rsatishdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularni bir-biriga birodar qilib qo'ydi. Bo'lmam xoslab birodar qildi. Palonchiga birodar, palonchiga birodar. Shunda Sa'd ibn Robi aytadiki, Abdurrahmon ibn Avf kelgan paytda Madinaga. Aytadiki, "Meni shuncha molim bor" deydi, "yarimi senga" deydi. Shunda Abdurrahmon ibn Avf aytadiki, "Molingga, ahlingga Alloh baraka bersin.
menga bozor ko'rsat deydi. Usmon ibn Affon hayotida misol uchun bir yahudiy odam quduqdagi suvni musulmonlarga pulga sotayotgan bo'lgan. Usmon uni katta pulga sotib olib, musulmonlarga vaqf tekin qilib qo'ygan. Qarang, bular bir-birini mushkullarini oson qilishga haris bo'lgan. Alloh taolo mu'minlarni qalblarini bog'lab qo'ydi, qalblarini oshno qildi. Alloh taolo oyatda aytdiki payg'ambarimizga, hatto butun dunyo mol-mulkini sarflaganingda ham ularni qalblarini bog'lamasding deyapti. Ya'ni demak, mu'minlarni bir-biriga kim rahmli qilib qo'ydi? Alloh rahmli qilib qo'ydi. Ya'ni Alloh qalblarini shunaqa bir yaqin qilib qo'ydi. Ular bir-birlarini Alloh uchun yaxshi ko'rishardi. Hattoki mana Ikrima radhiyallohu anhuni shahodat payti zikr qilinadi hadisda. Jang maydonida jon berishayotgan paytda suv olib kelinganda birodarimga ber birinchi deb birodariga ilingan. Bir-biriga ilingan. Ya'ni unisiga olib borsa, unisi falon birodarimga olib bor deydi. O'zi chanqab juda og'ir holatda yotganda o'sha suvni birodari ham shu holatdaligini ko'rib bir-biriga shunaqa ravo ko'rgan. Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rgan kishilar. Bular o'zi mu'minlarda. Bu haqida juda ham ko'p hadis kelgan. Masalan, Imom Muslimda kelgan hadis. Qiyomat kuni deydi Nabiy sallallohu alayhi vasallam, qiyomat kuni Alloh taolo nido qiladi. Qani meni jalolim uchun, meni buyukligim uchun bir-birini yaxshi ko'rgan kishilar. Ya'ni Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rgan kishilar. Qani bugun soya yo'q bo'lgan kuni men ularni arshim soyasida soyalantiraman deydi. Qiziq, o'sha 7 toifa kishi arsh soyasida turuvchi qiyomat kuni juda ham og'ir bo'lgan kunda arsh soyasi ostida turuvchi 7 toifa kishilardan biri Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rganlar. Bu haqida ko'p hadis keladi. Bir kishi yo'lda ketayotganda Alloh taolo bir maloikani yuboradi-ku, inson qiyofasida. Bir maloika keladi. Yo'lda haligi odam yo'ldan chiqib, qayerga ketyapsan desa, bir birodarimni ziyorat qilgani deydi. Unda bir ishing bormi deydi. Yo'q, ishim yo'q deydi. Bir tijorating bormi? Yo'q, tijoratim yo'q. Nima uchun ketyapsan desa, xolis Alloh uchun ziyorat qilgani deganda, bilgin Alloh seni yaxshi ko'radi deydi. Ya'ni hali maloika bashorat qilyaptiki, Alloh seni yaxshi ko'radi deyapti. Mana shu amali uchun. Alloh uchun kimnidir yaxshi ko'rgani uchun, qarang, subhanalloh. Shuning uchun bu o'zi nihoyatda buyuk amal, o'zi birodarini Alloh uchun yaxshi ko'rishlik. Bu faqat mu'minlarni orasida bo'ladigan narsa-da. Ularning hammasidan biz umumiy bir qoida chiqarib olishimiz kerakki, o'zi islomdagi qoida bu. Al-vala val-bara deydi. Alloh uchun yaxshi ko'rib, Alloh uchun yomon ko'rishlik. Yaxshi ko'rishlik birodarlarga nisbatan bo'ladi. Uni mol dunyosi uchun yaxshi ko'rmaydi, mashhurligi uchun yaxshi ko'rmaydi, ko'rinishi, tashqi qiyofasi uchun yaxshi ko'rmaydi. Uni xolis Alloh uchun yaxshi ko'radi. Dunyoviy misollarni olsak, dunyoda odamlar bir-biri bilan nima uchun do'stlashadi? Bir dunyoviy bir manfaatlar uchun bir-biri bilan ko'rishadi, dunyoviy manfaatlar uchun bir-biridan ajraydi, dunyoviy manfaatlar uchun bir-birini yaxshi ko'rib turadi. Haligi manfaatlar uzilgan zahoti ular ham bir-biridan uziladi. Yuz ko'rmas bo'ladi. Lekin mu'minlarda unday emas. Mu'minlarning bir-biriga bo'lgan muhabbati, ularning mehr-oqibati, rahmati. Agar boshqa dindagilar buni bilganida, his qilganda, ular havas qilgan bo'lardi. Allohdan yordam so'raylik. Alloh taolo bizni qalblarimizni ulfat qilsin birodarlarimiz bilan va bir-birimizga bo'lgan g'illa-g'ashlik qalbimizdan ketqizsin. Mehr-oqibatli qilsin Alloh taolo. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.